120 lik oshxona mebeliga rakvina tushadimi deydiganlar uchun qo'yib berdik. Uzunasiga 120, bo'yiga 2 metr bo'ladi. Shu ikkita eshikni orasiga rakvina tushadi, dumaloq. Osha-moshalari vakuumli, doskalari заводской, orqasiga suv sachrasa hech nima bo'lmaydi. Laminat o'zidan shunaqa taylardi. Uni zashtalari bor. Ko'rishingiz mumkin. Rakvina ichidan shunaqa simfoni chiqadi. Ichini ochganda ham polkasi o'ttada bo'ladi. Polkasini pastroqqa tushirib, orqa tomonini to'rtburchak qilib ochib berganmiz. Bu yerdan issiq suv, sovuq suv kanalizatsiyaga joy ajratilgan. Bu mebelimizni orqa tomonini ham ko'rsatishim mumkin mana. Orqa tomonini ochib berilgan. 1 million 200 ming qilib berdik. Shu holatida Farg'ona ichiga dastavka qilib beramiz. Qiziqqanlar bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqib ko'rasizlar.